Tilla kuyovimiz baribir o'zingiz kuyov. Keling uyga kira qoling. Dada yomon paxtasi. Men baribir realni sotmayman. Kuyov olayman salatdan, suvdan oling. Ichinchi qani? Barsan emas, realni muxlisligimga endi meni yugurda qilmoqsiz dada. Ha, xorramsiz, xorram. Nimaga unaqa deysiz kuyov? Ichingizdagi viruslar tozalanmasin deyman-da. Siz o'ylayman-ku kuyov. Mana, futbol ham boshlandi o'g'lim. O'yin davomida bir-birimizga hurmatsizlik bo'lmasin, qarang. Bo'ldi. Siz nima desangiz shu? Toshbaqa senga ishonaman. Gol! Ko'ryapsizmi biz? Sizlarga emas. Qo'ying. Tortishmang. Men hamga chiqmang. Hali barsa comeback ko'rsatadi sizlarga. Qarab turing. Emas, comeback. Qarab turing. Hop telefon qilaman-ku. Bu Barsa deyiladi, Barsa. Hali yana 5 ta gol uramiz, xavotir olmang. Qarab turing, bu ikkinchi golimiz-ku. Ana gol. O sizlar faqat penaltida urasizlarmi? O'yinda hech rezultat ko'rmaymiz, faqat penaltida. Qarab turing. Hali ko'p gol uramiz. Qarang. Mana, kuyov. Sizlarga 5 ta gol ham yetadi. Bugun Barsachilar uyida bayram. Siz bemalol borib, xotiningiz bilan uyda dam oling. Bugungi kun sizga og'ir bo'ladigan bo'ldi, kuyov. Borib uyda damingizni oling, boring uxlang. Asam buzmay. Kechqurun qizingiz yig'lab kelsa, mendan emas ayb. Ey kuyov, alamingizni qizimdan olmay erkak bo'ling. Erkak bo'ling bu hayotda.